oldim. Bugun Mirishkor tumanining eng chekka hududlaridan biri hisoblangan Shodlik mahallasidamiz. Bu hududda uzoq vaqt mobaynida oqova suv bo'lmagan va ular tomorqasida yer tagidagi sho'r suvdan foydalanishgan. Biz bugun mahalla aholisi qanday kun kechirayotgani va qayerdan daromad topayotganiga qiziqib keldik. Ko'zimiz tushdi. Endigina mahallada latoklar o'rnatilib, mahallaga suv olib kelish ishlari amalga oshirilayotgan ekan. Olti sotib tomorqamiz bor. Yilda mana shu kachalkadan suvlab, pomidor, piyoz, chesnok, bolgar, baqlajon hamma narsani o'zimiz ekamiz. To'g'ri suv sho'r, shirin suv keladi deb mahallamizga latok kelyapti. Shu paytgacha kachalkadan qilyapmiz dehqonchilikni. Suv sho'r ekan deb qarab o'tirmaymiz, uyalib qoldik ishi. O'zi sho'r suv bo'lsa, undan qanday foydalanasizlar? Katta chuqur qazamiz. Keyin kachalkadan chekib to'ldiramiz, keyin sho'ri cho'kkandan keyin sug'oramiz. Chorva mollaringiz ham bor ekan. Bu tomorqachilikdan tashqari bu chorvachilik bilan ham shug'ullanasiz, to'g'rimi? Katta mollarim bor. Uni sutini olib qatiq qilib sotamiz. Ulardan ham foydalanamiz. Bu qaymoqmi, qatiqmi? Bizda buni qaymoq deydi. Sho'r suvda hech nima o'smaydi deb aytishadi. Nima sababdan bunday xonadon yam-yashil? Hamma gap mehnatda. Sho'r suv bu bahona. Olma pishgandan keyin shu o'zimiz do'konlarga chiqarib sotamiz. Shundan daromad qilamiz. Narsaga e'tibor qaradinglar. Suv eng tanqis bo'lgan hudud bo'lishiga qaramasdan har bitta ko'chada, har bitta xonadonning oldida daraxt bor. Prezident qarori bilan 1 gektar yer oldik. 2 yildan beri foydalanyapmiz. Mana bu yoqqa kod ekkanmiz, tarvuz, qovun ekkanmiz. Shu yerni dehqonchilik bilan shug'ullanib kelyapmiz. Demak, asosiy daromadingiz shu dehqonchilikning ortidan, to'g'rimi? Bozorga olib chiqamiz, mahallaga, magazinlarga sotamizda. Qishlog'imiz aslida turkman, o'zbek millatlari yashaydi. Hammamiz shunday dehqonchilik bilan shug'ullanamiz. Bir xonadonda bor shunday dehqonchilik bilan shug'ullanmaydi. O'shalarni ham ketimizdan ergashtirmoqchimiz. Bizda daromad topsa, ishning qandayligini yaxshi biladi o'shalar ham. Mana bloknotimga yozib oldim. Shaharga qaytsam, albatta bu haqida mahalladoshlarimga aytib o'taman. Mana chekka hududda odamlar bir qarich yerdan qanchalik unumli foydalanayotganini ko'rib turibman.